Shallaqlik, baqir-chaqir, urush-janjal, shantaj yoki qurollar orqali emas, balki ong orqali dunyoni o'zgartira olgan ayollarni ta'riflashga birgina so'z birikmasining o'zi kifoya qilsa kerak. Sukunatdagi inqilob. Ha, bu video aynan sukunatdagi inqilob haqida bo'ladi. Chunki bu videoda biz dunyoni ong orqali o'zgartira olgan top 10 ta ayollar bilan tanishib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi o'rin shaxsan o'zimni ham ta'sirlantirdi. 10-o'rinda o'z tanasini ilm yo'lida qurbon qilgan va shu orqali millionlar hayotini saqlab qola olgan va oxir oqibat radioaktivlikdan halok bo'lgan Mary Curie. U ilm-fan tarixidagi eng buyuk ayollardan biri. Fizika va kimyo bo'yicha 2 Nobel mukofoti sohibasi. Xo'sh, u nima qildi? Radioaktivlik tushunchasini ilmga olib kirdi. Saraton kasalligini davolashda ishlatiladigan asosiy metodlarga yo'l ochdi. Bugun rentgen, radioterapiya, yadro tibbiyoti mavjudligi aynan Curie tufayli. Ha, u bu yo'lda nafaqat tanasini, balki hayotini ham qurbon qildi. Chunki oxir oqibat u o'zi o'rgangan yo'nalish radioaktivlik tufayli halok bo'ldi. 9-o'rindagi ayol esa shunchaki avtobusda o'z joyini boshqa bir insonga bermaslik orqali, ya'ni o'rnidan turmaslik orqali tarixda qoldi. U qora tanli, oddiy tikuvchi ayol edi. Rosa Parks. Xo'sh, u o'zi nima qildi? Avtobusda o'rnini bo'shatishdan bosh tortdi va bu orqali AQShda irqiy strategiyaga qarshi butun boshli harakatning boshlanishiga sabab bo'ldi. Xo'sh, bu harakatning bugungi kunga ta'siri qanday deysizmi? Inson huquqlari, tenglik tushunchasi, fuqarolik faolligi aynan shu timsoldan ilhomlangan. Va bu misol bizga shuni ko'rsatadiki, ba'zida tarixni o'zgartirish uchun o'rnidan turmaslikning o'zi kifoya qiladi. Aniqrog'i esa o'rningni hech kimga bermaslik. 8-o'rinda ayol jamiyatda tug'ilmaydi, balki shakllanadi g'oyasini singdira olgan Simone de Beauvoir. Xo'sh, u kim edi? Fransuz filosofi, yozuvchisi. Nima qildi deysizmi? Ikkinchi jins asari orqali ayol ongini uyg'ota oldi. Ayol jamiyatda tug'ilmaydi, shakllanadi degan g'oyani kiritdi. Bugungi kun ayollar ta'limi, o'zini anglashi asoslari aynan shu ayolga borib taqaladi. 7-o'rinda esa hamshiralik fanining asoschisi Florence Nightingale. Ha, u haqiqatdan ham hamshiralik fanining asoschisi. Xo'sh, u nima qildi? Gigiyena, statistika, tibbiy tizimni o'zgartirdi. Urushda minglab askar hayotini saqlab qoldi. Uning ishlari bugungi kunga qadar zamonaviy tibbiyotda ham, kasalxona standartlarida ham aks etadi. U askar emas edi, lekin urushda eng ko'p jonlarni saqlab qola oldi. 6-o'rinda 15 yoshida otib tashlangan pokistonlik qiz Malala Yousafzai. U 15 yoshida otib tashlangan. Ha, bu haqiqat. Xo'sh, u nima qildi? Qizlar ta'limi uchun kurashdi. Eng yosh Nobel tinchlik mukofoti sovrindoriga aylana oldi. Bugungi kun qizlar maktabga borishi, ta'lim olishi, asosiy huquq sifatida qizlar huquqlariga ham qaralishi aynan shu pokistonlik qiz tufayli. Ha, unga o'q uzishdi, lekin bu o'q g'oyani o'ldira olmadi. 5-o'rinda 19 yoshida yoqib yuborilgan Jeanne d'Arc. Bu fransuz qiz harbiy yetakchiga aylana oldi. Fransiya mustaqilligida burilish yasadi. 19 yoshida yoqib yuborildi. Bugungi kun vatanparvarlik, ayol liderligi borasida bu insondan ko'ra kuchliroq o'rnak bo'la oladigan ayol yo'q menimcha. Bu 19 yoshida yoqib yuborilgan qiz ortidan xalq ergashdi. Nafaqat ayollar, balki ko'plab erkaklar ham unga ergashdi. Va ularning birgalikda qilgan ishi Fransiya mustaqillikka erishishida asosiy rollardan birini o'ynay oldi. Va bu katta yurish tarixda qoldi.
4-chi o'rinda diplomatiya, aql, zakovat, qurol-yarog', jismoniy kuch va umuman kuch ishlatishdan ustunroq ekanligini isbotlay olgan va barchamizga tanish bo'lgan Kleopatra. Uning Misr malikasi, siyosiy strateg ekanligi barchamizga ma'lum. Xo'sh, u nima orqali tarixda qoldi? Diplomatiya va aql imperiyalar bilan tenglasha olishini isbotladi, chunki aynan shu ko'nikmalardan foydalangan holda u imperiyani boshqardi va dunyo maydonida o'z o'rnini mustahkam qo'ya oldi. Bugungi kun ayol siyosiy lider obrazi avvalo aynan Kleopatrada namoyon bo'lsa kerak. Tarixiy afsonalarga esa dalil topa olmadim, shuning uchun ham ular barchamizga ma'lum va boshqa manbalardan kelayotgan ma'lumot bo'lib qolaversin dedim. Lekin asosiy qilgan ishlari baribir tarixda qolishiga sabab bo'lgan. 3-chi o'rinda xalqini qullikdan saqlab qola olgan ayol, Massagetlar malikasi Tomaris. U Fors shohi Kir ikkinchini mag'lub etgani barchamizga ma'lum va uning jangdagi dovyurakligi o'z xalqini qullikdan saqlab qolishiga sabab bo'lgan. Bugungi kun ayol jasorati va milliy g'urur timsollari haqida so'z borganda aynan Tomaris obrazi gavdalanishi bejiz emas. Uning qon ichishga to'ymagan bo'lsang, ana ich degan so'zlari esa hattoki Gerodot tarixida qola oldi. Video davomida 8 ta ayol bilan tanishib chiqdik va ro'yxatdagi ketma-ketlik obyektiv manbalarga asosan shaxsiy subyektiv fikrimga ko'ra tuzib chiqildi. Xo'sh, 2 va 1 o'rinlarga kimlarni qo'ygan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Zero kommentariy orqali ham biz ilm ulashishda davom etishimiz mumkin bo'ladi. Keling, bu safar sizning kommentariyangiz ilm ulashishga sababchi bo'lsin. Video doirasida hech qanday o'rinlar va ketma-ketliklarni inobatga olmagan holda va ularni unutib yuborgan holda yana bir ayolni yodga olsak o'rinli bo'ladi. Va bu ayolning kim ekanligini ham siz kommentariyada yozib qoldirsangiz. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim va islom tarixchilari manbalariga asoslanadigan bo'lsak, bu ayol 2000 dan ortiq hadis rivoyat qilgan, ilm, fiqh, tibbiyot, tarix ustoziga aylangan, erkaklar ilm olishiga sababchiga aylana olgan islom ilmiy maktabi. Ayolning ilm orqali yetakchilik modelini shakllantirgan. Agar bugun millionlab insonlar qanday yashashni bilsa, bu ayol ham bu xayrli ishga sababchilardandir.